Yangi videoni boshlaymiz. Har doimgidek Komil aka va Alisher doda. Assalomu alaykum. Yana bir bora assalomu alaykum. Bugun hafta kuniga yakshanba. Bahor. Nanda qilmay, ro'za Ramazon kunlari. Hammani xudo xolasa, bugun Sergeli Toshkent Sergeli mashina bozor Volga qatorida dodam bilan birga, dodam o'zi legenda ham bo'lib qoldilar, ko'pchilik taniyotgandir. Volga bo'yicha spetslar bor dodam. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha hamma Volgalarni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Shu munosabat bilan sekin dodam Volgalardan boshlaymiz. Nima deysiz, doda? Hop, mashina nechta olib chiqdingiz bugun? Bugun bitta mashina. Ha, qora bayrami? Qorani olib chiqdim bugun. Yili nechi buni? Bu 2008-yil Yevrosalon. Holati yaxshi juda ham, motor hadovoylari zo'r. Injektor, zimizi motor, super salon, gidravlika, hamma narsasi bor. Yevrosalon. 5300 so'raymiz, kelishib beramiz. Narxini tushirmadingizmi, dodam buni? Ya bu. Hozir 5300 Lacetti beradi-yu deydiganlarga nima gapingiz bor? Lacetti haydaydigan boshqa odam, Volga haydaydigan boshqa odam. Yashing. Otda ulovga chopadigani bor, ko'chada havasga yuradigani bor. To'ppa-to'p. Buni bilganman. Endi mana yaxshi mashina. Uyda 31 o'rnimam bor, 2000-yil. Prostoy motor, 5 tali korobka, chayko'ski most, Cherokee bumper. U ham YouTube anaqada bor. Aloqaga chiqsanglar, xullas odamda Volga ko'p. Bemalol hozir telefon nomerlarini olib beramiz. Mana 2410, Perxadashi variant. Perxadashi variant 84-yil. Bittalab qo'lda yig'ilgan mashina. Motor hadovoylariga javob, kuzovga ham javob. Bilasizmi, anu Instagramda Doda Shep degani bor-ku, bilasizmi? Bular Doda Volga deb yozib qo'ysak, xullas holati juda yaxshi. Olgan odam maza qiladi, rahmat deb haydaydi. Necha yoshsiz, Doda? 62 dan o'tdim. 62 dasiz, lekin qarang. Sizni ham bir bloger qilish kerak-da. Nima deysiz? 62 yoshli blatnoy doda bo'ladilar. Sizdan obzor qiling, jonliroq. Mana 24 salonlari, qiz boladek turibdi hali. Qiz bola emas, endi chirigan joylari yo'q. Yaxshi o'g'il bola, to'y bola. Yo'q, qiz bola deyvering, mashina qiz bola bo'ladi-ku. Dodam. Shunaqa. Sal xalatani, g'ijimlanib qopti, dazmol qilib yuborish kerak. Olgan odam dazmol qilib yuboradi deb qo'ying. Yo'q, mana mashina hamma yog'i a'lo darajada. Gaz ballonlari. Telefon nomeringizni bering, hozir o'zi mana bu yerda yozib yuborishadi. Telefonlarni aytsinlar, dodam. 97lik. 736. 98 60 Alisher doda. Telefon qilasizlar. Hamma muammoni yechamiz. Har xil Volga bor. Har xil Volga bor. Alisher doda o'zbekchasiga. Alyosha Popovich o'ruschasiga boradi. Endi mana bitta bir okaxonni pikaplari bor. 31029. 3129. Xo'p, yili 96 ekan. Xo'p, tentlari bor. Kuzov holati yaxshi, hadovoy holati ham yaxshi. Unaqa ezib ishlatilgan mashina emas. Uyga qo'y molga o'zimga deb olgan odam hozir endi o'g'illari, xotinlari pikap haydamaydi deb to'polon qilayotgan joyi ekan. Shunga olib chiqib sotaryaptilar. Hatto yangi topdim, kommentariyada. Mana Narxi qancha so'rayapti? Narxi 3600 so'ralyapti. 3 atrofida bahosi. Gazi ham bor, benzini ham bor. Gen ham bor. Xohlagan variantda qilamiz. Uni yili necha ekan aka? 2004. Ana bolalar. Sizlarga omad. Rahmat. Mikrofon tashlab keting, dodam. Mikrofon. Mashina bilan kecha qilib ish qilmoqchi edim. Hammaga ishtiraman hozir. Joningiz sog' bo'lsin, dodam. Hop, ana dorini olib ketishga olib ketdim. 3110 ni furgon, pikap versiyasi 02. Qani dodam, qani? Shu o'zimmi? Bu endi orqasi bor-da. Men misol anu pikap versiyasi bo'lsa, bu anaqa-da, nima deydi? Xullas bunda ham yuk tashish bo'ladi bemalol. Bagaji bor, 2004-yil. Motor qanaqa buni? Injektormi, zimizmi? Prostoy motormi? 24. 24 motor. Gazi bor, hamma narsa bor. Eng qizig'i narxi nechi pul? Narxi 4 yo'qmiz, kelishtirib beramiz. Buxoromi deyman? Navoiymi? Shevizga qaragan dedi. Samarqanddanmisiz? Hop, gem berasiz. Gem beradilar. Kraskasi qanaqa buni? Kraska qizuv-masu bo'ladi deng, barib ishlatgandan keyin. Unisi ham to'g'ri, 31 salonli ekan, polni. Hop. Gem berasa, beraman dedingizmi? Beramiz dedi, ha. Generalni yo'q, oldi sot. O'shanga yarasha narxidan o'tib berasizmi?
narxidan o't beradilar. Telefon nomeringiz necha? 97'li 97lik 737 737 66 66 79. 66 79 nomerga aloqaga chiqsanglar, mana qarang. Xoling bunaqasini ishlatganini oling. Xoling pikap versiyasini ishlatganini oling. Farqi yo'q. Xoling 2410, xoling 3102. Yo'qdan bitta bor ekan. Qaysini? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hozir men sekin ketyapmiz. O'zi unaqa ko'p emas ekan, qo'ldan kelgancha. Bitta dona shuni olaylik. Uni ham tomida baka. Buni ham ishlatishga olsanglar bo'ladi. Chunki buni tomi вообще ustunlik ekan nima? Bu mashina tonnalab yuk tashimoqchimilar deyman akam. Yili necha ekan buni aka? 98. Prostoy motori bu. Saluting ham bitta rasmi bo'ling. Oling. Voy, assalomu alaykum. Bu nima temir bozorda ishlaganmi bu deyman? Temirni ortib, mana bu yoqqa boylab ham qo'ysanglar bo'ladi. Mana buni qarasangizchi. Bu mashinani tili deyiladi. Arazlasa tilini chiqarsa bitta joyiga teshib qo'yadi-da. Hop. Prostoy 24 motor, metan gaz. Eng zo'r narxi deyish shularning joyi. Narxi nechi pul? 2007 davomimiz gaplashamiz. Ana 2007 sal bo'lsa ham akam pastdan keldilar, harta ko'rib borib, hamma tepaga chiqarib yorib, bizani hozir obunachilar cho'shib balonni qarasangchi turishini tikka. Yangi balonlar taqqanlar, mana bu usulinligini qarasangchi. Temir tashiysizmi? Yo'q, hamma narsasi bor. 31 salon, hamma narsa. Xullas, necha pul qilib berasiz oxiri? 2,5 ga beraverar ekanlar. Bu mashinalarda xullas bemalol pomidormi, tarvuzmi, xullas somon ham ortib tashlasanglar bo'ladi-da bu mashinalarda. Dehqonlar bop, chista dehqonlar bop qilib qo'yibdilar akam. Gem berasa? Telefon nomeringiz aka? 97lik 712 75 97 egalariga aloqaga chiqsanglar, yana balki narxlardan o't berarlar, to'g'risida. Lekin bu ancha yuk ko'taradi. Maksimal necha tonna ko'targansiz? Bir tonna 350, 10 Bir 3 tonna ham ko'tarib yuboradi bu. Bemalol kelib qarab ko'rsanglar bo'ladi, ana. Mashinani lekin ancha qarab mingan ekanlar, balonlar ham taqib qo'yibdilar, diskalarni ham bo'yab qo'yibdilar. Egalarining nomerini olib berdik. Rahmat aka. Hop, egalariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi, bemalol to'liq ma'lumotni olib beramiz. Hop, mana keyingisi mana 31. Buni necha pul deyotgan ekan? Buni ham bir so'rab surishtiramiz. Prostoy motor, metan gaz. Necha pul deysiz aka? Assalomu alaykum. 2200 so'rang. Voy, akam вообще arzon so'rayotgan ekanlar. 2200 dollar. Hali o'tib ham berishi mumkin-da. Nima deysiz? O'tib ham berishi mumkin-da. O'tadi. Gaz kraskalari ham qanaqa buni? olgandan beri mashina urilmagan. Ana. EPTda kraska bor, atak mana bu yo'qni bundoq qarasangiz temir ham chiqyapti. Gazi bilan tayyor 31. Yili 98. Bir 2200 dishlardan maqsad 2000 ga ham berib yuborsalar kerak. Deyman. Gem berish niyat bormi aka? Gaplashamiz. O'zingizning nomingizda? Adamdan. Ha, telefon nomer 50 50 706 47. 706 47 47 nomerga aloqa chiqsanglar. 2000 dollar, balki 1800 sochish maqsadi bo'ptilar. 1,5 mingga berib yuborsalar, u вообще dahshat bo'ladi. Foyda qilganda sizlar mazaq foyda qilasizlar. O'zi ham bor, zo'r video bo'pti, nimagaki qarang, 31 qilyapmiz, 02 qildik, 24 qildik, pick-up qildik, orqa 02 versiyasini qildik. Har xil endi 029 bo'ldi. Bundan ham ancha bo'ladi chiqmayotganiga bozorga. Kimdan edi bu? Tog'a sizdanmidi? Ha, mendan. 95-yil. 95. Pulichi? Puli 2000 kami bor. Ana, borgan sari 200 qilib tushib boryapmiz. Gazi bor, a? Ha, gazi bor. Ay. Necha pul qilib berasiz buni, tog'a? Kelishamiz. Kelishasiz. Necha puliga? Misol uchun 1,5 mingga berasizmi? 1,5 bo'lmasa 1,6 ga. Ana. Ha, 1 ming dardlarini sekin oldik. Gem berasiz. Generalni beradi. Generalni ham beradi. O'zimga endama, yana nima beraman? Qarang, menmi 220 voltgami bu tok endi? Yo'q, 12. 12. Xullas, men 20 ni o'zi yo'q. 3 ta akkumulyator qo'ysa 220 bo'ladi. Rozetka qo'yib qo'yganingizga, ya'ni bir xillar zerkasidan turib. Bular bunaqasi bo'ladi. Ha. Pernoskasi. Termas, ha. Yo, bu tiyiga kirganda Ha.
Mashina but-butun. Kraska qilingan, asvist qilingan 2200 telefon nomeringiz eng qizil joyi endi. Telefon nomerim 99lik 165 02 14 nomeriga aloqa qilsanglar. Avto Toshkent. Voy, sekin. Vashsho og'ir ekan. Sekin. Bozor boshiga ko'tarib yubordingiz-ku. Egalari nomerini oldik. Assalom. Qalaysiz aka? Egalari nomerini oldik. Bemalol egalariga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Keyin mana yana bitta pikap. Endi anu haligi tentligini men ko'rsatib qo'ying. Mana tenti bor xohlasanglar, buni tentiyo versiyasi. 31029 bu ham. Ha. Yili nechi? Vashsho og'ir. Yo'q, o'zi moshina temirda bular. Buni temir haqiqiy. Buni borib bir ursangiz bitta Jigulidan emas, Gentraga emas, Cobaltga. Cobaltgami borib ursangiz bor-ku, ularni to'rga bo'lib qo'yadi, lekin bunga hech nima qilmaydi. Haqiqatdan. Bu juda jonibahat. Bularni temiridan bir 4 ta 5 ta Gentra, 3 ta 4 ta Cobalt yasab moshina qilsa bo'ladi. Hop, yili nechi buni? Yili. Nechi pul hozir 93 chi? 3600 kami bor. Gem berasiz. Yana ham beradilar. Polniy asvist qilingan. O'zi kraska svejiligidan ma'lum-ku. Tayyor qilib, kraskalardan chiqib tayyor qilib qo'yilgan, motorlari ham prostoy turibdi. Chexol, mexol hamma narsa qilingan, tayyor holatda mashina. Eshiklarini yopilishini qarasangizchi. Yukka tayyor turibdi, qarang. Bemalol yuk tashishsa bo'ladi. Voh. Orqalarini qarang. Stop, bu yerdan obgon qilma. Agar orqadan ursang, o'zingni mashinang yuvib ketadi degani-da bu. Ha, ezib yuborishadi endi. Paq. 9 telefon nomeri 93lik 377 00 377 00 64 nomeriga aloqa qilib ko'rasiz bemalol. Egalaridan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mana bu nima? Qarang. Qaysi? 1.5% shu nimani? Barani yorug'ligi. Mana boshqa mashinada yozilmaydi. Endi bu Volga-ku. Bu Volga boshqacha mashina bu. Jigar dedi-yu. Mana sizga 31 topib qo'ydim. 98-yil karburator motor. Kelib oladigan joyi dedi. Qani buni egasi? Egasi yo'q ekan, o'sha yerda ma'lumotlar bor. Agar qiziq bo'lsa, Nomerlarni ko'rsatdim. Ha, o'sha nomerni olasizlar. Mana shu oxirgi Volga bozori bo'yicha, ya'ni bizga gapiravermaylik, bo'ldi, qisqa bo'ldi video deb. Hech xijolat bo'ladigan joyi yo'q. 99-yil 3200 dollar so'rayaptilar. 167 ming yurgan 3110 ekan. Kapotini ochmaysizmi akam? Aka, вообще eshitmadilar ham, esmadilar ham. Ya, endi oradan bo'l shekilli, ochib yuboring kapotni. Kerak emasmi reklama? Ha, bo'ldi, mayli. Narxini so'rab qo'ying. Narxi 3200 ekan. Yozib qo'ying. 99 yili 167 ming yurgan. Shu bilan videomizni to'xtatamiz. Shu yerda boshladik, shu yerda tugatamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rdinglar, har xil sharoit bo'pti. Agar kimga videoning shunaqa videolarni dalish ko'rishni xohlasanglar, podpiska bosib qo'ysanglar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.